Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nima buyurtma qilasiz? Menga kosada qaynagan suv bering. Qaynagan suv? Bo'ldi, boshqa narsa kerak emasmi? Tarelkasi ham bo'lsin. Asrimizning buyuk kashfiyotlaridan biri tez pishar lag'mon. Qaynagan suv va 5 daqiqa vaqt. Hech o'ylab ko'rganmisiz, u aslida qanday ishlab chiqariladi? Lag'mon tayyorlash jarayoni dunyodagi eng oddiy, lekin bir vaqtning o'zida juda murakkab jarayonlardan biri. U qisqa, ammo muhim bosqichlardan iborat bo'lib, har bir qadam o'zining san'ati va ilmni talab qiladi. Jarayon undan boshlanadi. Un oliy navli va oqsilga boy bo'lishi kerak. Elash jarayonida un tozalanadi va kislorodga to'yintiriladi. Elaklarga har 15 daqiqada 5 qop un to'kiladi. Un quvurlar orqali bunkerlarga yetib keladi va shneyk orqali xamir qoruvchi apparatga yo'l oladi. Tozalangan suv, yodlangan tuz bu joyda qo'shiladi va xamir 29-30 darajada qoriladi. E'tibor qiling, xamir to'kiluvchan ko'rinishda bo'lib, yopiq holda tayyorlangani sababli zarur namlikni saqlaydi va juda elastik bo'ladi. Yoyish uchun xamiriga 20 daqiqa vaqt kerak. Bu vaqt ichida u silliq va yumshoq holga kelganligini ko'rish mumkin. Birinchi o'qlov uni 50 kg og'irlik bilan shaklga keltira boshlaydi. 8 ta valdan o'tgach, uning qalinligi xuddi Misr pergamentiga o'xshab qoladi. Ya'ni 1 sm qalinlikdagi xamirni sliter apparati yuzlab bo'laklarga bo'lishni boshlaydi. Mana shu yerda lag'monning to'lqinsimon shakl olish jarayoni boshlanadi. Xamirni aylantirayotgan o'qlovlarning bittasi nisbatan sekinroq harakatlansa, tig'li pichoqlar kesgan xamir sekin aylanayotgan valning hisobiga biroz to'xtaydi va lag'monlar ko'zimiz o'rgangan qiyofaga kela boshlaydi. Har biri 5 sm qalinlikda ajratilgan lag'monlarga endi biroz suv sepamiz va namlantiramiz. Chunki keyingi jarayon 100 darajali bug'lash apparatida tobulashdir. Pechdan chiqqan lag'mon yuqoriga ko'tariladi va kerakli o'lchamda, u hali qotmagan bo'lganligi uchun uni dumaloq qoliplarga bemalol joylashtira olamiz. Dumaloq shaklga keltirish uchun esa yog' bizga yordam beradi. Qovurish bosqichidan o'tgan xamir sovitiladi hamda robot avtomat tayyor mahsulotni ziravorlar bilan birgalikda qadoqlaydi. Albatta, yaroqlilik muddati, saqlash va foydalanish bo'yicha tavsiyalar qadoqqa yozib qo'yiladi. Tezpishar lag'monlar zavoddan sizning dasturxoningiz sari yo'l olmoqda. Bu mahsulot ham pishirilgan, ham qovurilganligi sababli uni saqlash va tayyorlash normalariga albatta amal qiling. Negaki u tayyor ovqat hisoblanganligi uchun u o'z ta'mini o'zgartirish xususiyatiga ega.